Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Jo'jalarni boqish jarayoni mana bunaqa qurtlar bilan boqamiz. Aparish deydi buni. O'sha cho'rni lvinka, pastcha qurtda. Mana. Xo'p, ushab turman mana toy. Mana jo'jalar buni maza qilib yeydi. Buni mana qaranglar. Bundoq olasizlar-da. Mana. Jo'jalar buni maza qilib yeydi. Buni jo'jalarga mana shunaqa narsalardan bersanglar, juda tez katta bo'ladi. Mana. Jo'jalarni men bilan tuxum yo'nalishidagilar, men bilan dakan, mana men bilan dakanchalar men bilan. Bular dakanchalar, bularning onasi yuribdi. O'shanga anaqa maslahat beraman, mana shunaqa qurtlar bilan boqishinglarni. Maza qilib yeyishadi. Keyin hozir anaqa chiqibdi, yangi ota nima? Yangi vitamin chiqqan. Gema balans degan, suvga qo'shib bersanglar bo'ladi yosh jo'jalarni. Katta xorozlarga 1 grammdan to'shiga urasizlar. 2 kunda bir 5 marta ursanglar, yaxshi o'sadi xudo xolasa. Unda likillatib yuborgan buni. Deb turmanga. Mana bundoq qilsanglar, bu yerda 1 kilo ushab turaman mana. Bu yerda 1 kilo bundoq qilib ketdi mana. Maza qilib yeyishadi jonivorlar. Keyin videoga qo'ygan jo'jalarimni kechagina qorong'ida borib oldim bir akamni anaqalaridan, kateklaridan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kimdir yozyapti, 24 ga yetsiz, telefon qilsak ko'tarmaysiz, u yoq bu yoq deb. Telefon qilayotganlar, lekin gaplashaman telefon. Kim menga qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, hammasi bilan gaplashaman. Kimga nima kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Mana bunaqa jo'jalar ko'pda. Ukamnikida bunaqa jo'jalar ko'p. Mana bu ham Xitoy bu, Xitoy. Mana bunaqa zotlar bor. Bu ham Xitoy. Mana oyog'ida paypog'i bor. Oyog'i to'rtburchak bu. Xitoyga Vyetnam bo'lib chiqqan. Xitoyga Vyetnam bu. Oyog'ida paypog'i bor. Ishqilib mana shunaqalar bor-da. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, jo'jalarni xohlasa qilib beramiz. Jo'ja serob, to'g'mi, xorozmi, kimga nima kerak bo'lsa aytsanglar, farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab pochta qilib chiqarib yuboramiz. Kutib olsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Shu musofirda yurgan aka-ukalarimizga ham Toshkentdan salom. Meni tanigan bilganlar hammaga salom. Kim bizdan nima olgan bo'lsa, baraka topinglar. Rozi bo'lib sotamiz. Pulini kelishamiz, misol uchun palon so'm deganim bilan o'sha pulga sotmaymiz. Pulini kelishtirib qilib beramiz, xudo xolasa. Bular men bu ko'p jo'jalar, bular tuxum yo'nalishidagi narsalar bular. Mana bunaqa dakanchalarimiz bor. Ko'pi dalada turibdi. Dalada ochirib tashlaganmiz. Soni cheklanmagan. Chegarasi yo'q. Kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, oldi sotdi qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.